Assalamu alaikum qeyrindaşlar. Yaxşımısızlar? Uyghur erki qırğınçılıq uçurawatıdı. Erki qırğınçılıq uçurgan millat zimin dep çıkıdı. Bizning mustaqillik dep chiqishimiz chiq odamlarningki Xitoyning emas Xitoy g'alchilarining aramini buzyapti. Shuningdan o'ylab yiqing ziminning egisi bo'lgan odam o'zi tursa chiq narsa ümidsiz qaldırılmaydı deb o'ylayman. Javobsiz qolmaydi. Bilganni so'zlang, bilmaganni so'zlamang. Bizning hozir mollalarimiz mollaga o'xshamagan, ziyoliga o'xshamagan. O'ylab beqinglar, yaxshi savol qo'yib beqinglar. Davrning ehtiyoji yoki shu zamonning taraqqiyotiga sal ergishalaydigan Uyg'ur bo'lish kerak. Uyg'ur bek keyniga chekinib ketibdi. To'rdagi ba'zan inkaslarga, ba'zan narsalar qarab baqsam, ozroq izlansiniz. O'qishni xohlamasangiz to'rlardan izlanib ovozlarni o'sim anglab beqing, o'zingiz biladigan tilda. Tilni o'sim o'rganing, tilni o'rganmaganligingiz uchun xalqning so'zlapagiga ehtiyojingiz tushib qoladi. Kitob o'qiyanmagandan keyin. O'ylab beqing, mushu betimchi maqsangiz, shu so'rilib maqsangiz, ballalaringizni so'rildigan bir ballar bo'lib yetishib chiqadi. Siz o'zingiz tirishsangiz, ballalaringiz shunga qarab tirishidi. Uyg'ur erki qirg'inchilik uchrayotidi. Erki qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqdi. Rahmat sizlarga.